bu ekranda ko'rib turgan dasturingiz telefonni klaviaturasini nazorat qiladi. Ya'ni siz qayerda va qaysi programmada qachon nimalarni yozganlaringizni saqlab boradi. Aytgancha dastur haqida to'liq ma'lumot va uni qayerdan yuklab olishni kanalga o'tib, dastur haqida to'liq videoni ko'rsangiz tushunib olasiz. Va dasturni o'rnatamiz. Dasturni o'rnatgandan keyin unga kiramiz va bu yerdan уведомлениеga разрешение so'raydi. Разрешетni bosamiz. Undan keyin esa telefonni настройкasiga kiramiz va bu yerdan приложение degan bo'lim bor. O'shanga o'tamiz va все приложениеga kiramiz. O'sha dasturni izlab topamiz. Va mana dasturimiz va bu yerdan oxiriga tushganimizda разрешить запрещенные настройки degan joyi bor. Shuni yoqamiz. Demak, bu yondi hozir. Bundan keyin esa настройки bo'limiga qaytamiz. Mana bu yerdan расширение настройки degan bo'limga kiramiz va bu yerdan esa специальные возможности bor. Специальные возможности o'tganimizdan keyin oxiridagi mana скачанное приложение и mana ko'rib turganingizdek bizda mana yondi. Bunga kirib yoqamiz va bu yerda mana bu yerda galochkani qo'yamiz va sekund tugagunicha kutib turamiz. Va OK ni bosamiz. Bo'ldi, bizning dasturimiz ishga tushdi.